بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن يصرح بدعوة عيسى. Qur'on Iso alayhissalomni da'vatini ochiqcha keltiradi. وقد نقل القرآن وهو الكتاب المصدق لما بين يديه والمهيمن عليه. Darhaqiqat Qur'on naql qiladiki, va u o'zidan oldingi narsani tasdiqlovchi kitobdir. Val muhayminu alayhi degani va undagi hukmlarni bekor qiluvchi bir kitob. Ya'ni oldingi qanaqa kitoblar, mana shu qaysi kitob nozil bo'lgan bo'lsa, har birini nasx qiladi, ya'ni ularni e'tiborga olmaydi. Hop, demak Qur'on nimani naql qildi desa, min i'lani sayyidina Isa bit-tawhidil xolis va da'vati ilayhi fi uslubin sarihin wadihin la mazida alayhi. Hop, Qur'on mana bunday deymiz. Sayyidimiz Iso alayhisalom xolis tavhidni va o'sha tavhidga bo'lgan da'vatni ochiqcha, namoyonda, ya'ni ravshan, unga biror bir ziyodasi bo'lmagan bir uslubda Sayyidimiz Iso alayhissalomni e'lonini Qur'on naql qiladi. Ya'ni Iso alayhissalom ochiqcha tavhidga chaqirganligini Qur'on ham naql qiladi. Laqad kafara allazina qalu innalloha huval masih ibn Maryam. Alloh u Masih ibn Maryam degan kimsalar kofir bo'ldi. Va qala al-Masih ya bani Isroil a'budullaha robbi va robbakum. Va Masih Iso alayhissalom aytadiki, ey bani Isroil, Robbingiz, ya'ni Parvardigorim va Parvardigoringiz Alloh taologa ibodat qilinglar. Innahu may yushrik billahi faqad harramallohu alayhi al-jannata va ma'wahu an-nar. Kimki Alloh taologa sherik keltirsa, Alloh taolo unga jannatni harom qiladi va uni joyi do'zax bo'ladi. Va ma liz-zolimina min ansor, va zolimlarga biror bir yordam beruvchi yo'qdir.